Tamak yemdi kızım. Kosog'im ashmidi dada. Emiz ketemdik. Dada, uyga piyoda ketaylik. Taksiga tushmayli Nishqa? bo'lamdi. Yo'lda bog'icha havo yeymiz. Yana tehi shaharning manzarasini tomosha qilamiz. Ma'qul kızım. Ma'qul. Dada, nim bo'lganda? Siz nisha turib turing. Men qarab beqib kelay bo'lamdi. Tezlik qaytib kelaman. Tova, boshqa yozuvchilarmi sizdekmidi? Nadik saranglarning olchoqqa gaplariga, divanlarning naqshlariga, masalaning jidallariga amroq kelsiz. Bo'ldi bo'lmaga dada. Kızım. Ularning sat so'zlari odamni aynak o'g'llarini yutib olgandek bearam qilg'ini bilan bundaq aynak o'g'llari ichidan yulduzda chaqnab turadigan marvoyatmi uchrab qoladi. Ems marvoyatni tepib olib qaytib keling, o'sha yerda saqlab turay. Emas, saqlab turing. Tezlik qaytib kelaman, ha? Qandaq, men chiroyli mikanman. Men summatli mikanman. Men bilan o'ynab qo'ymamsiz. Mo'miningizning qo'rqoqisiz. Sen tonu haddamdan aşma. Ben senin dadam. Taxa! Men haramdan bo'lganman haramliq. Mo'miningizning qo'rqoqisiz. Meni sevib qo'y. O'ynamam sen bilan. Men chiroyli-ku, mo'miningizning qo'rqoqisiz. Hey, resva! Meni-chu, xeyli qizlardan chor ko'gashga. İşki balam ko'zi ko'rinmay amriga olgan. Sen tex meni mo'moy deysin, ha? Berib eski tuski sotadigan to'qmash opani de. Men haramdan bo'lgan. Meni azaldan dadam bo'lib qolgan. Meni dadam bo'lib qolgan. Kela, meni sevib qo'y. Meni sevib qo'y. Ha, sevib qo'ymamsan. Sevib qo'ymamsan. Men sevib qo'yay. Vacak. Vakit uzağa. Hey, havanisa. Havanisa. Unda qana qo'lingizni torting. Havanisa. O'zingizni bismillah. Men haramliq. Unda qilmasinglar. O'zingizni bismillah. Men haramliq. Bu kimdi o? Meni azaldan dadam yo'q. Havanisa. Qur'onlar, bu saranın yeni bir dadız paydo bo'ldi. Hey, undaq demanglar. U degan bizning yozuvchimiz Sobit apandi. Berib, yordamlasanglar bo'lmamdi. Yuringlar, ha? Yuringlar. Bo'linglar. Yürünglar. Bo'ldi. Oylama. Qasim. Qizingizning mushundaq ichinishliq asabiy holga tushib qolishiga zodi kim sababchi? Bu o'zingizga ayon. Bilib qo'ying. Butun bir oilani qabohatli tush ilki giribtar qilgan kishi oxiri o'zimi ashunda qabohatli tush kendisiga bo'g'ilib pushaymonda qoladi. Bo'ldi, Tazımı bir nes bastı. Hey, lamızelle, oramdan boğan aballarını başkuramay, ötemle erdim çakla otamsa. Ha? Toy kılıp tütkün bomay, taş bulat diye düştükün, pişçak tıkıp cenimni ağılı, taslı kaldı. Emdima kızın, mina yüzümni tatılap, kıyımı çiğimi kılıvetti. Yüzümni töle, sana er boldun mu? Valla anlapqa səhət durdu. Kulun boşuna anlapqa səhət durdu deyme. Hoş vakla. Nimandak bir şey mi kılsa? Ben tek bir şey mi? Beni bir şey de otamsa. Yüzümni töle, yüzümni...
Xo'sha. Xo'sha. Ey ağaylar. Qasım dengong ajab yo'qolib ketdi. Shuni deyman. Ey qadirqo'moq, nadikatdan qilib yursan, Qosimni idorasidir degong deydi. Sirti uni Qosim mashqa demasa hech kim tunimaydi. Har qaysinglar bilmansizlar dexe. U Obidxon Satang bilan nikoh qilib olg'ili. 3 oydan oshdi. Şuna o körünletkende, Pomsumunda qarak sorularını pırap dipip alattı. Onun pırap tapıdığını arak sorulam emez, kama soru mu battığı? Ağaylar, yana birisi qoldi. Xotin so'rinchi dexe. Qosim bog'u Obidxon Satangning jiddilik beg'i cho'kkandan beri qog'onlarni cho'li qilibdi deyman. Hey, Abidxon Satang'da pek yaban xotin deyişidi o. Vah, uni bir deme. Qosimni bog'u akilitib, o'zinim akiltib, viliqqidi kulib, jinin ilib, bir xo'ylinib, ishga ichilib, xulqi nozir orqali uni asir qilib olib, Qosimni cho'q bilakdek aylantiryapti deyman. Izimka, Qasım başkanın çoğun kızı Havani haramdan boğa deyişidi o. Burasma? Nereden anıldın? Tönögün bakçıda öz ağzından aldım. O kız ilişip qilib yo'qolib ketgan, yana paydo bo'pti-da. O kızcı Abidxon Satang'ın yüzünü morlab, yüz degan ne? Qiyimchim qilyapti Juma. Qasımning bo'ynini tishlab, Guran to'mirini uzatib tasdiq qildi. Bu qizni mushu kunga tushirib qo'yganimi? Haramliq degan gap. Biroq bu butunlay yolg'on. 20 necha yilning oldidagi shu so'rinda mana manba. Hasan Kirpa yomon niyatini amalga oshira olmagan. Biroq Qosim uni qattiq urib o'tkashga o'chilish uchun Hasan Kirpa bu gaplarni topgan. Qosim mush ishini bahona qilib, ayoli Gulsum bilan ajrashib ketdi. Lekin bu mu Obidaning yo'l ko'rsatishi bilan bo'lgan ishlar. Qaranglar Mahmudning ijit qulqini. Izimka, Qasımning o'g'li Toshpo'lat dadisi bilan Obidani o'ldirma deb turmaga kirib qolgan deb oldim-ku. Burasma? To'g'ri. Toshpo'latning tushkunlashib, qotillik qilishig'imi hadisi havoga chaplangan haromlik degan batnom sababchi bo'ldi. Chunki Obida bu gaplarni ko'ch-ko'ylarda taqitib, Toshpo'latni maktab ichi va sirtida yurgisiz qilib etdi. Azli mondaq keldiqda. Bu xotinning o'g'li yalqin o'rakni ishkirdi xiroyin akilib, mushat sotudu deb anglayman-ku. Hey, og'illar. Buni ko'may kulmayli. Bu jonga taqishadigan ishchimi? Ras. Hey, og'illar, ang yaxshi harfimizni ishlaylik. Xo'sha. Chivatdi. Çaydan bir qo'yg'ina. Chatoq yo'q. Mana. Bo'ldi. Xo'sha. Sinsin. Icha. Men doktorxonaga berib kelay. Agar tushkich kelamsan, bozordan tomoq yeb turasiz, ha? Men bu turqum bilan qanday sirtqa chiqa olayman? Voy, siz akishtirib qanday sirtqa chiqa olayman desangiz, men qanday qilaman? Qarang bu turqumga o'g'irdak niqobni vag'inimni. Oy, Qosim adash, qanday ahvoling? Qanaqroq? Bu yoqqa kelib qolsan-ku. Ishdan tushishingni saqlab turgan. Nima ishdi? Meni saqlag'idek. Qor yog'ochlik kentga boramiz. Nima?
O şehir sırtında neymiş ba? U yerda bizga birisi soğutup koymaganda. Hey, soğutqının nim qilamiz. Qizig'i ulgurib boramiz. Ha? Bo'ldilar. Bo'ldi, qo'ya bormayli. Hey, Mashka. Xeyli narsalarni tushunalayding. Mening so'zimni tushunmadingmi? Yo'q. Qaryag'ashliqda bir og'aynam bor. Ha. Shuningdan telefon keldi. Uning uyiga 3 satan kepti. Nima? Satangdan 3 kepti. Ha, qanday qaramsa? Buguncha og'ayna chilashqidek ichimiz, qong'idek o'ynaymiz. Bundaqda. Ha. Muashing chiqqanda, Chiqdi. belli, qili paqalchoq. To'xo kavapi, haraq tamakilardan ilib olayli. U yerga quruq basak bo'lmas. Bo'ladi. Men uyga berib kiyimlarimni yangishla olay. U yerga bundaq basam bo'lmaydi-da. Maqbul. Yura. Oldingi kun demaysa adash, iliq Juratning uyida o'yin toza qizib ketdi. Amalsiz ketib qoldim-da. Bo'lmaydigan bo'lsa, Shuning bilan ayolim yomonlab ketib qoldi. Bolalarni ib ketdi. Mundaqda. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? O'tiringlar. Rahmat. Qani, o'tir. Sizlarmi o'tiringlar? Amin. Amin. Allohu akbar. Tinchlik tursizlar. Hech turishiblar. Qani e'lon. Bu sizning. Tatinmay ağaç o'ltiringlar, ha? Sizlarga bu mehmonlarni tanishtirib qo'yay. Bu yoqning ismi Qosim. O'zi Toki darsda. Bu yoq Hizim, oshxonachida. Endi bu xon qizlarni tanishtirib qo'yay. Bu yoqning ismi Farida. Bu yoqning ismi Gulbahor. İkisi birlikte ticaret qiladi. Mana bu xon atlas ichida qizilguldek echilib o'ltirgan qinim Abidam. O magazinda ishlaydi. Prikazchik. Amsa tonish bo'ldinglar. Tatinmay azod o'ltiringlar, ha? Qani, og'ash o'ltiringlar. Ağaç oturayotimiz. Oyrıqlalla kilvatıdı, yigiz uçup ters uçup. Ayrıqlalla kilvatıdı, yigiz uçup ters uçup. Dızlayalla kilvatıdı, arak çip mesbul. Dızlayalla kilvatıdı, arak çip mesbul. İşi kaldı pişayvan, men yapmayman o'zan ya. İşi kaldı pişayvan, men yapmayman o'zan ya. Yar degan sendek bulsa, yar tutmayman kendiya. Yar degan sendek bulsa, yar tutmayman kendiya. Barakallah Abidam. Qulingizga dahbamisin juma? Rahmat. Ey, Qosim. Abidamni xamiyevetme yine. Xam yesimi yegichiligi bakan. Ma Abidam bilan ikkimizga biror o'g'ida qo'ymamsizlar. Mana hozirlar. Qani, ma sizning. Yaxshi chepdingiz, ha? Rahmat sizga, qo'lingizga dahbamisin, ha? Qani o'tiring. Abida, sho'xroq paydiga bir chalsangiz, men sizga bir usul o'ynab bersam qanday? Ma'qul. Vay gülmedi açılgılı unca meri hayrılgılı vay medimiz şundak medi ölmey durun ayrılgılı
kelmey kelgeninge rahmet betalim kelme deysen kaşımge kilemen rencip kaldın işte bilmem kelme deysen kaşımge kilemen rencip kaldın işte bilmem Lalidek boylarını ekip kilen doyar Çin yürekten söygenim dep oynab Erim motosiklet xumar edi. 3 yil ilgari hodisaga uchrab, doktorxonadan hayot chiqqan bo'lsa-mu, ishki a'zolari qattiq zaxmlanganlikdan erim odam bo'lib qoldi. Hozir idarning darvozasi qaraydi. Shu yerga yetib qopadi. O'g'limiz bilan qizingiz nima ish qiladi? O'g'lim ishkir o'lkada tijorat qiladi. Qizim Habiba oliy maktabga o'tamgashga, akasi bilan birga tijorat qilyapti. O'g'limiz bilan qizingiz ikkimizning munosabatini bilsin nima-da? Hozirgi zamonning bolalarini bilsiz-ku, ular angliq qaraydi. Mening shaxsiy ishlarim bilan-mu ancha kari yo'q. Andaqda yaxshi-ku. Bizga mo to'sog'i yo'q-kanda. Jira, tamoq yeb kelaylik. Ma'qul. Qasim, men idoraga ajrashiman deb iltimos sunib qo'ydim. Siz-chi? Ya, yiroq poqmosh xotiningizga chidamay umidingizni uzamayapsiz ya. Yo'q, jinim. Men siz bilan yurayotgan 3-4 oydan beri uningga o'shli bo'lib ketdim. O qurilishda ishlab, holidan ketandigan tong yenimda laydakli yotidi. Tapiniga begiz tiqsimi voy demaydigan eshakning topi qeri kala deb tillasam bir ig'iz undamaydi. Uning chuvilgan, sungun chiroyiga qarasamla, sizning bejirim husningiz, to'lg'an badaningiz, yoshlarga xos shirin sharbat qiliqlaringiz ro'shan selishtirma bo'lib, uni bo'g'ib qo'yg'im keladi-da. O'zingizni muncha qiynig'icha ajrashib ketsangiz bo'lmamdi, ha? Bir necha qitim qattiq urishdim. Lekin qizim havo o'ttirg'i kirib olib, meni faqatla ig'iz ochtirmay qo'ydi. Ha, bu gapingizcha ajrashamaydi ekansiz-da, ha? Qarag'anda-chi men sizga yormay qolgan o'xshayman. Yo'q, undaq demang, jinim. Siz degan mening farishtam. Men sizga shunchalik oshiq bo'lib qoldimki, xuddi asalga choplashib, put-qo'llari harakatdan to'xtab qolgan chivingga o'xshab qoldim-da. Men sizni cho'qim olaman. Qasim, biz qachongacha choshqan o'yin o'ynaymiz? Kelasiz, ketasiz. Bu o'ychi sizga bir dam. Men bundaq lingir-taqtaq turmushdan to'ydim. Sabr qiling, jinim. Men bu ajrashning qo'ydi bo'lib o'taman-ku. Sabrning sodi cheki bormi, yo'qmi? Og'zimga so'z silib yurganingizga 20 yil bo'ldi. Bo'ldi, qo'ying. Endi-chi, bundaq mukishmak o'ynashni hargiz xohlamayman. Hozirlik eshingizni to'g'rilam. Deganchi, qilgan lafzi bilan arjuma? Ajrashiman deb ajrash qilib bo'lmaydi ekan, jinim. Uningga tutqidek bir bahona sabab bo'lish kerak-da. Uning ustiga heliqi havo degan azozil org'i qisilib olib. Ha, osho haramdan bo'lgan shumlaringizning o'zila tutqidek sapoq, cho'ylida turg'idek bahona sabab emasmikan? Yuzidan yuziga sen mening bolam emasdan. Nima? Bu
Oş, to'liq pisalik qilmang. Manga-chu Hasan Kirpa hammani dedi. Hasan Kirpa, o nimalarni dedi? Shakarmishilning oldidagi ishlarning hammani dedi. Xiyalımın sənini urup, xadın çıxdı da oynavatapsan, bilib qoy, ayalımın usullar, çücürdü bir tüyüp koydum. Yelim o, erbab qapsızcımı Qasım. 20 neçə yıldan beri köngülsüz yaşap kelyapman. O'ttirimizda muhabbet o'lgan deb sotqa arz qilsangiz, oson ajrashtirib atmandi. O çağda onda iş bo'lmagan tursa, o iş ezimgimi ayantığı. Bo'lamdi, bo'lmamdi. Qaringiz nima? Bilamsiz. Mush sapaqni changli tutsangiz, cho'qim ajrisha olasiz. Oy! Ay, sen mi den adamni hajab uçup ettin? Nim bo'lding? Sulishibli ketibsan-ku. Obidan bilan ajrashib ketgan o'xshamamsa? Hey, Tura, bir ay berib, bir ayrim gudun işçikaş moğdaşaydı. Ha, Bugün benim pıganım örlep oturdu. yürü. Yürü. Sen bilmeysen ağine. Abi de ayağımdan ajrışıp kettik, beşimni ağırtıp etti. O kızının meselesini oturup çıkarsan hem iş oңçılıdı o deydi. Hey, obidam to'g'ri deydi. Xo'sh. Hoşa. Sen qizing havoning masalasini ko'tarib chiqmagicha hargiz ajrishamaysan. Jondin keshmigicha joningga yetkil bo'lmaydi deydi. Bag'ringga tosh qo'y. Qanday? Qila olamsan? Şunda kısa bolama. Emsi obidamdan ayrilib ket. Ha? Ayrılıp gel. Hey, senin bana bergen məsləhətin muşuma? To'g'ri. Sen obidamning nos kerishmalaridan, to'lg'inib akilashlardan hargiz kechamaysan. Bu men ayon. Shu qizing havoni qurbonlik qilmagicha obidaning vasliga hargiz yetamaysan adash. Oğo şu. Lekin ayalım Gülsüm qayil bo'lmaydi da. Masala dal mushada. Shunga sot qisingan arzingni xotining hargiz ko'msin, hargiz ko'msin. Buning uchun bog'o. Hey, bu yoqqa kel. Ha, mushunda qilsang, Gulsun bog'o oldida yo'l vas. Keynida yilpis turgan yo'lovchidek hech yoqqa qimirlayolmay qoladi. Chunki bu qonunga taqishadigan ish bo'lg'achqa erining 10 yil, 15 yillik kesilib turma azobini tortishini hargiz xohlamaydi. Rahmat adaş, rahmat. Bana nahaytım o yaxşı məsləhət berdin. Yezim hile degen bu laqam sana bekar qoyulmabdı kenci bu. Qani xoşa. Xo'sh. Gündən beri seni rasa avar qıldım ha? Bu nim deganing? Doktor uchun bu qanchalik ish edi? Sen mu o'xshashli jabhat tatvatsan-ku. Ras. Ölüşkün kecha o özünü urup tamlağı üsüp, putqollarını her tarafga etip, vaqirab, çeqirab, bakmo sarasımı selevatdi. Qizim ikkimiz naytı taslikda uni karvatga band qilib oldik. Obdan qipsan. Bo'lmasa asabiylik o'limni keltirib chiqirdi. Aras bu qizning ota-onasi-chi? Ay, dadısı 3 bal bilen ayalını taşlıp etip ölünüp aldı. Ulanın külleri pek mi iğir? Gülsüm'ün iş ornu yok. Eski tüskü yığıp satıdı. Qandaq odam u? Ana balaga qonun egi bo'lmadim ha? Hemmiga ayalının saddılığı, gollığı, nadallığı sebep boğan. Ulanın üye yolunun uçiti de bizge hoşuna.
Men mo qo'limdan kelishicha yordam qilib turyapman. Mening saxovatimmo cho'lda chanqigan odamga bir tomchi suv va'da qilgandekli ish. Qisqasi, o ayolning hayoti, turmushi, taqdiri tig' ustida o'ynagandekli qiyin. U olibdi, bak u olibdi. Sabit. Bir chaqda yangi solgan uyimga ko'chdim deganda qilib eding. Asli mush ko'chaga saptikansan-da. Ha. Bu asli Yaxshi otim gap. rasqoroydi. Otam tugagandan keyin uning chirg'ini yondirib o'ltiray deb ko'chib kelib oldim. Ha, mundaq degan. Hey? Bu qizning opasining ismini nima deding? Gulsum. Gulsum. Bu ishni opasiga xabar qilamsan qandaq? Chunki doktorxonaga yetkizsak, uzun yetib qoladi. Iqtisodmi xeli ko'p ketadi. Ay. Ba'zi taraflarni sen tushunmaysan. Eri tarafidan yetkicha haqorat, xo'rliq uchirgan bu yavash ayol qabohatli tushning iskanjisida bo'g'ilib turganida bo'ldi. Bu fojani uning uqtirg'im yo'q. Doktorxonaning har qanday iqtisodiy chiqimlarimi o'zim ega. Mundaq degan. Bo'ldi. Amisa men qaytay. Karavat hal bo'lgan aman, o'zim kelaman. Uning beligidagi yig'ni turaversin. Glikoz potlikasini almashtirib turgan. Sen bu ishlarga pishiq. Aras, Nurbiyaning kesilni qancha yil baqding? 3 yil. To'g'ri. Nurbiya ko'ksiraki diagnoz qo'yilgandan boshlab 3 yilda kasal azobini tatdi. Bu aniq esimda turibdi. Xo'shamsa, men qaytay. Ma'qul. Xo'sh. Ma'nomi? Xo'sh. Xo'sh. Gülsüm'e sizge nima bo'ldi? Nima ish qilg'aysiz? Sabitcan efendi, qizini tepib ekyapsiz. Ben sizga qanday rahmat etsam bo'lar? Unda qilmang, Gülsüm'e. Buni kimdan oldingiz? Farida bilan Hurnisa. İkisi birga maktabga bordi emasmi? Boy o bizning hoyliga kiribdi ekan. Shuningdan o'qdim. Yuring, uy kiraylik. Yo'q, men kirmay. Nima ish kirmaysiz? Qizim Havoning meni ko'ray ko'z yo'q. U endi seni ko'rmay. Bo'lmasa eslib o'lib olaman. Hammadan to'ydim degan edi. Havo teg'ib emasmi? Dadisi bo'lgan achchig'ini sizdan olganda. Unda qilmang. Yo'q, hargiz kirmay. U bu gaplarni qilganda chiroyi boshqachilab shunda qo'rqinchli bo'lib ketgan edi. Havo hozir uxlab qoldi. Bir ko'rib oling. Yuring, turing. Hech bo'lmaydi. Havo uxlab qoldi. Nimadan asraysiz? Eng yaxshisi men Kiring kirmay. deganki, kiring. 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 Havo. Turing, Gülsüm'e. Turing. Havoni ko'rib, endi xotirjam bo'lgansiz, biz uni oxir deb keldik. Sabit efendi. Qizim asli kelarmi? Xotirjam bo'ling. Eliyar ataqliq nervi kasalliklar doktori u havoni sani saqaytishga kapolatlik berdi. Doktorxonaga berib, karvatning o'rnini qilib, havoni yutkamoqchi. Doktorxonaga unda Davolash rasmiyatlardan ansirmang. Doktorxonaning ishini o'zim bir taraf qilaman.
Hava, Qizim, Hava Nisa. qizim. Sen kim? Meni tanımayotgamsiz? Men Faridaning dadisi. Farida. Farida mening qizim. O mening bolam. Farida. 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 Farida maktabga ketdi. Qarang, bu kim? O kim? Opangiz. Apangiz Sizni yo'qlab kelibdi. yo'qlab ketdi. Apangiz. Qizim, jinim bolam. Jinim bolam. Apa. Biz kelgusida aşı davr ko'chisida o'ltirmiz. Aşı davr ko'chisida hech kimning g'aybatini qilmaydi. Hech kimni ayblamaydi. Haramxon deb tillamaydi. Atalar bolalarni tashlab ketmaydi. Aşı davr ko'chisida vafosizlik bo'lmaydi. Tasalli bering. Qizim, jinim bolam. Rost deysiz. Biz hammamiz aşı davr ko'chisida o'ltiramiz. O chaqda sizni hech kim tak etib chekinmaydi. Endi aram eling. Sen mening erim turug'liq. Nimishqa meni bog'lab qo'ysan? Hava Nisa. Men Faridaning dadisi. Sizning qo'shningiz. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Bu dunyoda o'zining xotinini tanimay tashlab etadigan vafosiz erlar nima degan to'la? Qizim, undaq demang. O Sen kim? men sizning opangiz. Apangiz? 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 Qilma qizim. Hava. Hava. Hizmada siz ketavering. Hava, o'zingizni besiling. Unda qilmang, tinchlik. Tinchlik, unda qilmang. Hava. Unda qilmang. Tinchlik. Vay. Assalomu alaykum. İlyarmisan? Bəsəlgən sazangdek nimcan sozulub yatqan mana şu əgri bügür mahallada Gülsümdek eski tüskülərini yığıb gün ötküzdüğanlar. Konu daslarını töləb, kanay məşlərini yamaydıgan tünəkçilər, yağaşçılar, zasüypəzlər degəndək alan əmgəkçilər yaşaydı. Ular özlərinin iki bilgiga tayınıb ötküzüb atqan Gorgül turmuşığa şükür qanaat qılıdı. Kişilərin aldaşını, qaqt soqti qilishini oylab mı baxmaydı. Ular tayaqdek tüz ketken adamlar. Ularning herib charchashdan keyingi xushalliqi tamaqini yeb bo'lib, issiq qonda yo'linib tamak chekish. Bir nafas tatgan tamakisida judan vujudi birdamlikka o'zrilganli bo'lsa, bo'ldi bas. Dunyoning qarayiti chaqliq. Ularning oliy imtiyozlardan tamoyi yo'q. Amal mansablarni asli o'ylamaydi. Pul manfaat, boylik qo'g'lishib bir-biriga qancha ichishmaydi. Ular ana shundaq pok iymon, pokiz e'tiqod bilan yaşaydigan adamlar. Ben bir kuni bir tömürçü ustam bilan paranglashib qoldim.
Sabitcan efendim. Yozg'uchilar boy bo'lgan savdogarlarni, to'qliqdan sho'xlik qilgan qiz yigitlarning ishqi savdoyilarini, oshni o'ynaydigan qerlarning his tuyg'ularini yozatdi. Ajiba o'zlari menga qiziqib qaplar. Kechirsizlar, men ochimchi kitob ko'rib turaman. Ba'zi chog'larda shundaqmi his tuyg'ularga cho'milaman. Mening o'ltirg'inim o'rindiq emas, balki vijdon tarozisidek uni mahalladagi ashu odamlar tortayotgandek, hayron bo'lib bir-biriga qarashayotgandek bilinadi. Bularning eng oldida Gulsum bosh chayqab qarab turdi. To'zg'aqdek to'zg'an Qosim oilasi Gulsumning yuvosh, undimas sarg'aygan chiroyi, Apa. O'qimaymikin deyman. O'qimay nemish qilasiz qizim? Ish tepib ishlaymikin deyman. Bu qatim maktabda material tarqatgan men ololmadim. Pulim xili bor ekan. Oliy maktabga o'tganim bilanmi o'qish pulini qanday to'laymiz? Dadamga qarsini ko'rsatmas bo'lib ketdi. Men uqqanmidim. Yerim jildek bo'lib qoldi. Uyga kas keladi. Kammisa haftalab yo'qab ketdi. Paydo bo'lsa urushida uni kon o'yinlarini tepib olmikin deb ansirab qoldim. Yana shu qimar nima? Shu bo'lmay nim bo'ladi. Yerim jildan beri maoshinim akirmay vassa. Bir ishga qaytim tutilib, idora kepil bo'lib chiqqandan keyin bu ishni tashlagan edi. Qandaq shayton ozdirdi, bilmadim. Yana kirishib qolgan o'xshaydi. Dada, Qosim. Balalarım, yaxshi turdinglarmi? dada. Dada, Maktabda yaxshi o'qiyotgansizlar, ha?